Assalomu alaykum, brifing qatnashchilari. Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim to'g'risidagi hujjatlarning dublikatini olishning tartibi to'g'risida aytib o'tamiz. Ma'lumki, Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-iyuldagi 395-son qarori bilan oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim to'g'risidagi hujjatlarning dublikatini berish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatish xizmati joriy etilgan. Bunda ariza beruvchi davlat xizmatlaridan foydalanish uchun Davlat xizmatlari markaziga shaxsan murojaat qiladi yoki yagona identifikatsion davlat xizmatlari portalida ro'yxatdan o'tadi. Ariza beruvchi so'rovnomani yagona identifikatsion davlat xizmatlari portali orqali to'ldiradi. So'ngra davlat xizmatlari ko'rsatilgani uchun bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobar miqdorida yig'im undiriladi va yig'im to'langanligi axborot kommunikatsiya xizmatlari tizimlari orqali tasdiqlanadi. Bunda davlat xizmatlaridan foydalanish uchun yagona identifikatsion davlat xizmatlari portali orqali murojaat etganda to'lov summasining 90% miqdoridagi mablag' undiriladi. Ariza beruvchi ta'lim to'g'risidagi hujjat dublikatini vakolatli organdan olib ketadi yoki ariza beruvchining xohishiga ko'ra ta'lim to'g'risidagi hujjat dublikati vakolatli organ tomonidan pochta xizmati orqali yuborilishi mumkin. Bunda vakolatli organ davlat xizmati natijasi tayyor bo'lganligi haqida O'zbekiston pochtasi AJni elektron tizimi orqali xabardor qilgandan so'ng O'zbekiston pochtasi AJ ta'lim to'g'risidagi hujjat dublikatini vakolatli organ manzilidan ariza beruvchining manziliga 5 ish kuni mobaynida yetkazib beradi. Pochta aloqasi orqali yetkazilgan davlat xizmatining natijasi uchun amalga oshiriladigan to'lovlar ariza beruvchi tomonidan qoplanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.